Hammaga assalomu alaykum. Bugun bog' shamollab birgalikda sayohat qilamiz. Qani ketdik. Yuragimning har dog'isan, jon Andijonim, jannat yurtim ko'ksidagi duru marjonim. Beshik bo'lding qancha iste'dodlarga, ijod chashma bulog'isan, ko'hna oshyonim. Dunyoning har nuqtasida bordir ovozing, hayotning har jabhasida yuksak parvozing. Qayga borsam mezbon bo'lib mehmon siylagan, dilkashligu so'zamollik asli merosing. Andijonim, jonim, mo'min tilda shar-sharim, so'nboli bag'ridagi nafshonim, Andijonim. Tashabbusli g'oyalarla otdi tonlaring, paxtadondan ko'kni quchdi mul xirmonlaring. Dunyo uzra yurt bayrog'im ko'kka ko'tarib, maydonlardan g'olib qaytdi alp o'g'lonlaring. Ayt qizlarim husni oyga barobarlarim, 10 yoshida dong taratgan sanobarlarim. Sadoqatga yorqin timson Saida xonim, munojatlar el mehriga sazoborlarim. Andijonim, jonim, mo'min tilda shar-sharim, so'nboli bag'ridagi nafshonim. Ajab ko'rkim chiroyga boy binolaringga, ko'z tegmasin xalqim shahdu viqorlaringga. Yurtboshimiz shijoati shirin mevasi, asakadan chiqqan uchqur tulporlaringga. O'tmishingga guvoh meni zotlar taqdirlar, tushlarimga shoh Bobur cho'lponlar kirar. Ko'z o'ngimda Habibim, Nodira begim, shoir Muhammad Yusufing jilmayib turar. Andijonim, jonim, mo'min tilda shar-sharim, so'nboli bag'ridagi nafshonim. Andijondagi bog' shamolni sizlarga qo'limdan kelgancha ko'rsatishga harakat qildim. Yanada shunaqa qiziqarli videolar chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga yozib qoldiringlar.